Barchaga hello obunachilar. Sizlar bilan bugun men Puzzle Game. Bugungi videoda biz uyning ikkinchi qavatini quramiz. Qani bo'lmasam boshladik. Qani birinchi navbatda taxtaga yo'naltirib yuboramiz bizning daraxtlarimizda. Albatta oqini yo'naltiramiz, qorasi chunki yoniga kerak. Ana bir stak bo'ldi уже. Ikkinchi stakini ham qo'yib olamiz. Albatta 2 stak yetadi. Sandig'imizda oynalar ham bor albatta. 15 tasini olib qo'yamiz. Endi zina yasashimiz kerak biz. Zina qanday yasashini bu 1.7 versiya. Zina qanday yasashni ancha o'rganish kerak. Bizga cho'pak kerak. Cho'pakni menimcha esimda bo'lsa mana bunday qo'yiladi. Mana bunday. Ana obunachilarga genmayman. Mayli, boshqa bunday gapirmayman. Mayli, mana bunday yo'q, 6 ta narvon bizga yetadi. Tepadan любой joydan teshib chiqamiz. Menimcha ana shu burchak normalli. Temir bolta. To'xtanglar, temir boltam qani? Sinibdi. Biz o'tgan safar videoda biz sindirib qo'yganmiz. Uxlashim kerak hozir. Birinchi yasab olay. Nima qilyapman men? Davay. Mana toshligi ham yetaveradi bizga. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Uxlash kerak ekan. Uxlash kerak. Qani. Yotdik. Voy, o'tgan videoda qancha uxlashga uringanmiz obunachilar. Qani bo'lsa endi boshladik. Narvonni tezda mana bu yerga hop. Ana. Nega qo'yilding sen bolajonim? Qani bo'lmasam tepaga chiqdik. Xuddi shu shaklda. Xuddi shu shaklda mana bu burchaklardan 4 ta burchakdan ko'tarib olamiz. Birinchi uyda mana bu 4 ta burchakdan 4 blokdan tepaga xuddi shu taxtadan ko'tarib olamiz. Qani do'stlar, bu joyini yana men surpriz qilaman. Yana surpriz kutib olasizlar. Hop. Do'stlar, taxta yetmay qoldi-ku. Taxta yig'ish time. Ana, va nihoyat o'zimga kerak daraxtdan yig'ib ham oldim. Qani bo'lmasam yana uy qurishga ketdi. Ana uyni ham qurib oldik. Ana biz ham go'sht to'playapmiz. Mana biz rishatgan xaltdan beri qanday yasashni bilmayapmiz. Shuning uchun kommentariyaga yozib ketinglar. Uyga 10 dan baho beringlar yana. Va bizda tosh kovlash time. Biz obunachilar bo'ldi. Ana endi bizda mana buncha tosh bor. Ana endi biz albatta go'sht yig'ish time qilamiz. Sen boshladik. Ya. Ana bu yerda mening tekin go'shtlarim. Mana g'alatiroq otdim. Hayır. Jigar go'shtim. Menga go'sht berganing uchun rahmat. Albatta. Do'stlar, biz yovuzmiz. Tinglayapsizlarmi? Yovuz. Hozir do'stlar. Voy, nihoyat bo'ldi. Keldim obunachilar. Qo'ydan baribir
go'sht pishmayapti. Shuning uchun faqat mol o'ldiramiz. Mol. Ay ketdi, to'xtanglar, koordinata qayt. Men koordinatalar hech bilmayapman. Xullas, obunachilar, davay. Qancha go'shtimiz bor? 11 ta mol go'shti, bitta tovuq go'shti. Normal. Mana tovuq go'shtiga sherik. Bo'pti. Aha, mol kerak, mol. Mol bormi? Mol. Oy. Uyimni qaranglar. Ko'rsatdim obunachilar sizlarga uyimni. Balkonlari bor. Davay daraxt chopamiz. Daraxt. Obunachilar daraxtdan ko'payib endi bizda. Chunki uyimizda oldilariga ham ekib tashlaganman. Obunachilar. Menda daraxtlar vapshi ko'p. Mana uni qaranglar, hozir shular ashlamizda. O'bali. Ashlanishni ko'ringlar. Qale. Ya bo'ldi, endi yig'lab orasizlar obunachilar. Uy. Ayanchli ashullar. Eshikni yopamiz. Mana. Uxladik. Davay ketdik. Daraxt chopish time. Mana shu daraxtni daraxtga nima kerak desalaring, keyingi videolarda endi haliga kerak bo'lsa-da endi obunachilar men uchun qiziq. 8-minutlarda ketyapmiz. Hop, obunachilar, hop. Kommentariyada yozib qoldiringlar, keyingi safar nimalar quraylik bu etapga. Yozib qoldiringlar, albatta ularni quraman. Xavotir qilmanglar, obunachilar. Meni bilasizlar-ku. Naysul halal obunachilar, biz keldik Naysul halal. Mana buncha vot, ya'ni taxtamiz. Tepa qavatga biz mana buni olib chiqaylik, keyin hozir qolgan narsalarni ham olib chiqaman. Tepa qavat, to'xtanglar. Mana bu yoqqa hozir men divanga o'ta go'zal joy qilaman. Mana bunday qilaman. Endi menga yerga kerak. Tez. Sandig'imni ham olaman. Yo'q, menga gilas kerak emas.
Mana ana bo'ldi, chest oldik. Ketdik. Tez. Onun uchun hozir men narsalarimni joylashtirib olaman. Ungacha kutib turinglar, qani bo'lmasam ket. Voy obunachilar, qani bo'lmasam. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Sizlar bilan Puzzle Game bo'ldi. Keyingi qismda ko'rishguncha, ya'ni 4-qismda ko'rishguncha, xayr.